Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men Odiljonov Faxrni ekran qarshisida uchrashib turgandan xursandman aziz yurtdoshlar. Sizlarga arzon bo'lgan cho'ntak va avtomatlar taqdim etaman. Agar videolarim sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videolarimiz chiqsa birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar aziz yurtdoshlar. Arzon bo'lgan cho'ntak va avtomatlar ko'rsatyapmiz degan umiddamiz. Agar qimmatlari bo'lsa, siz kommentariyaga yozib qoldiring. Mana shuncha ekan deb biz xudo xolasa keyingi video roliklarda xuddi o'sha mashina arzonlaridan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bo'lsa ketdik, videoni boshlaymiz. Birinchilardan bo'lib Tiko avtomashinasini taqdim etamiz. 1997-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasi holati yaxshi. Motorda rasot yo'q deyiladi, avtomashinasi bo'lishi qo'l qilingan, yangi bola o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Xo'p, avtomashina kraskasi bo'yicha ma'lumot yo'q bizda. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 16 million so'm deyilyapti. Avtomashina variantga yo'q ekan, 16 million so'm naqd to'lansa berib yuboriladi. Olasiz, minib ketaverasiz deb aytib o'tishyapti. Namangan avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ekranda qoldiriladi. Bemalol egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina qattiq urilgan, surtilgan joyi yo'q ekan. Keyingi avtomashinamizdan Tiko avtomashinasi bo'ladi. Juda ko'pchilik so'raganligi uchun Tiko avtomashinasini 2-3 ta qo'ydik. 1996-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasi bosib o'tgan masofasi 384 ming kilometr bosib o'tgan. Qadavoylari yaxshi avtomashinada motorda rasot yo'q. Olasiz, binasiz, ketasiz deyilyapti avtomashinaning egalari tomonidan yozib qoldirilgan bizga. Xo'p, yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, 75 talik metan gazi o'rnatilgan ekan avtomashinamizga. Namanganda avtomashinasi ekan, egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina narxi 25 million so'm deyiladi. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ekranda qoldirilgan, bemalol bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Jiguli avtomashinasi ishlab chiqarilgan yili 1980-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Avtomashina polniy kraska qilingan ekan, avtomashinani yaqinda kuzovdan chiqilgan deb yozilyapti bizga ma'lumotlar bo'yicha. Hop, yangi balon qo'yilgan avtomashinaga motorda rasot yo'q. Motor yangi qilingan ekan avtomashinamiz. Bosib o'tgan masofasi 133 ming kilometr bosib o'tgan motor qilingandan keyin. Hop, avtomashina polichi qo'llari yaxshi, hadovoylari yaxshi. Toshkent avtomashinasi ekan. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlari ekranda qoladi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda avtomashina yoqib qolgan bo'lsa sotib olishingiz mumkin. Narxi $1,5 ming deyilyapti. Keyingi avtomashinamiz Pultopar avtomashinasi, Lada avtomashinasidan taqdim etamiz. 2017-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Holati yaxshi. Bosib o'tgan masofasi 137 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi toza, avtomashinada petno yo'q deyilyapti. Motorda rasot yo'q, polichi qo'l qilingan, hadovoylari yaxshi. Yangi bola o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Yoqilg'isi benzin, propan gazi bor. Nechtalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Avtomashina egalariga bog'langan holatda, kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin va ma'lumotlarni egalaridan bilib olishingiz mumkin. Narxi $11 ming kami bor deyilyapti. Egalarining telefon raqamlari ekranda qoldiriladi. Bemalol bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina yaxshi saqlangan avtomashina ekan. Keyingi avtomashina juda ko'pchilik Cobalt avtomashinasi arzonroqdan bo'lsin deganlar uchun mana 2014-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyali Yevro avtomashinamiz Cobalt avtomashinasidan taqdim etamiz. 98 ming kilometr bosib o'tgan, hech qancha bosib o'tmagan, yili ham yangi va arzon avtomashinani taqdim etamiz. Hadovoylari yaxshi, yangi balon o'rnatilgan, motorda rasot yo'q avtomashina. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor avtomashinada. Kraskasi 100% toza deyiladi. Ozgina joyda petno bor ekan avtomashinamiz. Narxi $7500 kelishamiz kam bor deyiladi. Egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlari ekranda bo'ladi, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Andijonda avtomashinasi ekan. Keyingi avtomashinamiz Pultopar avtomashinalaridan Labo avtomashinasini taqdim etamiz. 2017-yil ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi holati yaxshi. Avtomashinada mostida ovoz yo'q deyilyapti. Polichi qo'l qilingan avtomashina oldi kreslolariga yangi bilan o'rnatilgan avtomashinaga. Bosib o'tgan masofasi 52 ming kilometr bosib o'tgan. Yoqilg'isi benzin, kraskasi 100% toza deyilyapti. Petno qilinmagan avtomashinaga.
ozgina joyida ham petno yo'q deyilyapti. Namanganda avtomashina sekin egalariga bog'langan holatda avtomashina kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Narxi $8000 deyishyapti. Egalariga bog'lanib, UzAvtoNarx kanalidan desangiz chegirmalar qilib berishadi. Davom etamiz. Keyingi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasining ikkinchi podiyasida 2018-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamizdan taqdim etamiz. Holati yaxshi avtomashina, hech qancha yurmagan Toshkent avtomashinasi ekan. Avtomashinaga sagadiskalar qo'yilgan, polichexol qilingan va avtomashinaning luks qilingan ekan. Ponni avtomashina luks qilingan, avtomashina yaxshi saqlangan avtomashina ekan. Bosib o'tgan masofasi 24000 km bosib o'tgan, kraskasi toza deyilyapti avtomashinani. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor avtomashina. Xo'p, mejigari pultlari bor ekan avtomashinani. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Ekranda telefon raqamlari qoldiriladi. Hali zapas balon tushmagan deyilyapti. Narxi $9200 deyilyapti avtomashinaning narxi. Keyingi avtomashinamiz Nexia 1 so'raganlar uchun Nexia 1dan taqdim etamiz. Sonus motor avtomashinamiz 2000-yil ishlab chiqarilgan ekan avtomashina. Bosib o'tgan masofasi 340000 km bosib o'tgan, holati yaxshi avtomashina. Kraskasi bo'yicha ma'lumot berilmaganda, aziz yurtdoshlar, olmasa men sizlarga hamma kraskalarni to'liq ma'lumotlar bergan bo'lardim. Ma'lumotlar bizga yozilmagan. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor avtomashinaning. Andijonda avtomashinasi ekan. Narxi $4200 kelishamiz kam bor deyilyapti. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Avtomashina yaxshi saqlangan, yaxshi minilgan avtomashina ekan. Bir qo'l minilgan avtomashina ekanda, yaxshi saqlangan. Keyingi avtomashinamiz Tiko avtomashinasidan taqdim etadi. 1998-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinasi holati yaxshi. Yoqilg'isi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashinaga yaxshi saqlangan avtomashina ekan, bir qo'l minilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, narxi $2000 kelishamiz kam bor deyilyapti. Xo'p, qaysi viloyat avtomashinasi desangiz, nomerdan bilib olsangiz bo'ladi. Andijonda avtomashinasi. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani ko'rib chiqib sotib olishingiz mumkin. Egalarining telefon raqamlarini ekranda qoldiriladi. Bemalol bog'lanib avtomashinani sotib olishingiz mumkin. UzAvtoNarx kanalidan desangiz chegirmalar qilib berishadi. Keyingi avtomashinamiz sizlar so'ragan Lacetti avtomashinasini taqdim etamiz. 2013-yil ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi holati yaxshi. Bosib o'tgan masofasi 70000 km bosib o'tgan. Xo'p, mexanika korobka birinchi podiyasida deyilyapti avtomashina. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor. Nechtalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Kraskasi ponni toza deyilyapti avtomashinaning. Narxi keladigan bo'lsa, narxi $8500 kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Avtomashina Andijonda avtomashinasi ekan. Holati yaxshi, yangi balon o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Hadovoylari yaxshi, polichexol qilingan, motor rassoti yo'q. Keyingi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasini taqdim etamiz. 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi holati yaxshi. Avtomashinaning 25% joyida kraska bor deyilyapti, petnolari bor ekan avtomashinaning. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, 75 talik metan gazi bor ekan avtomashinaning. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, narxi $7200 kelishamiz kam bor deyilyapti. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda sotib olishingiz mumkin. Namanganda avtomashinasi ekan. Avtomashinaga sakadiskalar qo'yilgan avtomashina, polichexollari yaxshi, motorda rassoti yo'q. Olasiz, minasiz, ketasiz deyilyapti. Egalarining telefon raqamlari ekranda qoldiriladi. Bemalol bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz pul topar avtomashinalardan Hyundai avtomashinasini taqdim etamiz. 2009-yil ishlab chiqarilgan Hyundai avtomashinasidan taqdim etamiz. Bosib o'tgan masofasi 207000 km bosib o'tgan, mexanika korobka. Avtomashina Saralkaga yuradi deyilyapti avtomashinamiz. Andijonda avtomashinasi ekan, Andijon o'z sentridan, shaharning o'zidan deyilyapti. Xo'p, narxi $8500 kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Mana to'liq avtomashina fotolari qasdi sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz.
Xo'p, aziz yurtdoshlar, davom etamiz. Keyingi avtomashina 2004-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasidan taqdim etamiz. Mexanika korobka avtomashinamiz kraskasi 50% bor deyilyapti, 50% toza. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, 65 talik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2800 kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani ko'rib chiqib sotib olishingiz mumkin. Farg'ona avtomashinasi ekan. Egalariga telefon qilib UzAvto narx kanalidan oldik desalaringiz, chegirma qilib berishadi. Keyingi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi. Birinchi pozitsiya 2014-yil ishlab chiqarilgan. Avtomashinamiz bosib o'tgan masofasi 131 km bosib o'tgan. Holati yaxshi. Kraskasi bo'yicha ma'lumot bizga berilmagan, motorda rasoti yo'q, hadovoylari yaxshi. Yangi balon qo'yilgan, avtomashina policha qilingan ekan. Narxiga keladigan bo'lsa $7100 kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Yoqilg'isi benzin, gaz o'rnatilmagan avtomashina. Toshkent avtomashinasi. Egalariga bog'lanib kelishgan holatda avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Telefon nomerlari ekranda qoldiriladi.